Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, yurtdoshlar, qadrdonlar, birlashgan qanoat xalqi. Bugun juda ham keskin, juda ham zaruriyat tufayli murojaat sabab mana shu murojaatimiz shundan iboratki, mana shu yerda Sobitxon Ahmadaliyev ukajonimiz bemor bo'lib yotibdilar. Juda ham tezlik bilan ularga yordam ko'rsatishimiz kerak. O'ylaymanki, sizlar orqali ukamiz tez orada shifo topadilar degan umiddaman. Aziz vatandoshlar, yurtdoshlar, imkon darajasida shu ukamizga yordam qilaylik, befarq bo'lmaylik. Ularning farzandlari, oila a'zolari baxtiga tezroq sog'ayib ketishi uchun qo'limizdan kelgancha yordamimizni ayamaylik. O'ylaymanki, saxovatpesha, qadrdon, savob talab insonlar ko'p. Bunga befarq bo'lmaymiz. Albatta tezlik bilan mana shu syomkani ko'plab gruppalarga tarqatib, mana shu ukamizni tuzalib ketishiga o'zimizning hissamizni qo'shaylik. Bloger ukalarimizdan ham iltimos qilamiz. Mana shu syomkani maksimal darajada tezroq boshqa gruppalarga tarqatib, mana shu bemor ukamiz tuzalib ketishiga o'zimizning hissamizni qo'shishimizga yordam berishini iltimos qilaman. Albatta, inshaalloh bu ukamiz tuzalib saxovatpesha qadrdon insonlarimiz safiga qo'shilishiga umid qilamiz. Albatta bunga erishamiz. Mana endi ukamizni hollaridan xabar olganda ichkariga kiramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'laringiz yaxshimi? Qo'llaringiz yaxshimi? Allohga beadad shukr. Murojaat bilan keldik. Parvardigor ukamizni dardlariga shifo komil bersin. Ko'rmagandek bo'lib ketsinlar. Inshaalloh Xudo xolasa juda ham ko'p saxovatpesha insonlarimiz ko'p. Bemor yotgan bemorlarimiz qatorida tuzalsinlar inshaalloh Xudo xolasa. Ko'rmagandek bo'lib ketsinlar. Parvardigor Allohu akbar. Qanaysiz? Sog'laringiz yaxshimi? Duo qiling. Bismillahirrahmanirrahim. İşlerine rivaj besliyor. Yaşamımızın otları yürüp geçiyor. Onlara rivajını veriyorsun. Nima bo'ldi ukamizga? Ozgina qisqacha shu aytib bersangiz. Aha, qattiq. Aha. Birinchi boshim og'riyapti deb dori nimadan kelgan ekan dori ichib. Dori ichib ko'payib og'riyapsan dedi. Keyin shu nimaga bordi-da. Aha. Og'riyapti deb yotib deydi, narsa qilib o'zimizni hamshiralar yordam berib turishdi. Baribir o'sha nimalarni ko'rsatmasang bo'lmaydi. Qayerlarga ko'rsatdingiz? Tashxisni ko'rsatgan ham qanaqa qog'ozlarni beraverasiz? Aha. Mana bo'ldi. Nima qildi? Aha. Ya'ni oborib akalar bilan sabr qo'shnilar bilan birga borib kelganman bo'lmagan. Aha. Psixologiyada deydi. Aha. O'shalarni Durada kaloriz çıkıyor. Aha. Koçum. oborib ko'rsatib so'radi nimasi bo'yicha. Qayerga ko'rsatish kerak ekan asosan? Toshkentga borish kerakmi? Qayerga ko'rsatish kerak asosan bularni? Onajon? Nimaga? Toshkentga. Aha. Saat en koşulan ve saat Toshkentga deyishdi. Boshida Hindistonga deb nima qilishdi. Endi mablag'ni o'zi bo'lmaydi-ku. Albatta. Kimdir borib o'sha yerlardan qaysini surishtirib, endi Toshkentga boshlagan bo'larkan deb. Inshaalloh Xudo xolasa xalqimiz juda ham saxovatpesha. Parvardigor avvalo inshaalloh Xudo xolasa farzandlari sizlarning baxtingizga inshaalloh Xudo xolasa bu mablag'ni xalqimizdan murojaat qilamiz. Mana eshitib turgan xalqimiz, qadrdonlarimiz, saxovatpesha insonlar, savob talab insonlar, qadrdonlarimiz mana shu Sobitxon ukamizni oyoqqa turib ketishiga o'zinglarni yordaminglarni ko'rsatishingizni iltimos qilamiz.
murojaat qilamiz. Parvardigor Xudo xolasa hammani oldida inshaalloh yuzlaringizni yorug' qilsin Parvardigor. Bemor yotgan bemorlarimizni Alloh dardlariga shifo bersin. Shularning qatorida ukamizni ham dardlariga shifo berib, tez orada Xudo xolasa mana shu yonimizda Xudo xolasa birgalashib, savobni hammamiz birgalashib qilamiz inshaalloh Xudo xolasa. Xalqimizda shifokor o'zini sohasini mutaxassislari ham juda ham ko'p. Mana shu slimkani qo'yamiz. Shifokorlardan iltimos qilamiz. Xalqimiz orasida shifokorlar, shu sohani mutaxassislari bor. Mana shunga qo'llaringizdan kelgancha yordaminglarni ko'rsatishlaringlarni iltimos qilamiz. Va yana mana shu syomkani tagiga ukamizni plastik raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Ana shu raqamlarga imkon darajasida qo'llaringizdan kelgancha yordaminglarni ayamasdan mana shu plastik kartaga o'z mablag'laringlarni tashlashlaringni iltimos qilamiz. Kimdir duosi bilan, kimdir o'zini mablag'i bilan imkon darajasida mana shu ukamizni sog'ayib ketishiga tezroq yordam qilishlaringlarni iltimos qilamiz. Hammadan Alloh rozi bo'lsin. Ikki dunyo saodati, iqbollarini ko'rish barchamizga nasib qilsin. Salomat bo'linglar. Salomat bo'lib, yengil bo'lib, chopqirlar berishlarini Allohdan so'raymiz. Qadam bo'lsa, ishimizga kelsalar, sizlarga hamisha elda xizmatida bo'lib, sog'-salomat bo'lib yuringlar, uylaringga, bolalaringga ega bo'linglar, hammalaringga amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar rahmatka ya arhamar rohimin. Allohu akbar. Rahmat. Salomat bo'ling. Inshaalloh Xudo xolisa ko'rmagandek bo'lib ketamiz. Xudo xolisa inshaalloh. Xudo xolisa. Xudo xolisa organizm yaxshi, organizm yosh inshaalloh. Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Xudo xolisa bir ikki kun ichida yana xabar olamiz. Xudo xolisa. Sog' bo'ling, o'zingizni asrang inshaalloh hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling, yaxshilik ko'rishaylik. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Ha. Qadrdonlar, mana shu bemor ukamizni plastik raqamlarini mana syomka tagiga qo'yib qo'ydik va telefon raqamlarini ham qo'yib qo'ydik. Imkon darajasida, maksimal darajasida bog'lanib, o'zingizning yordaminglarni ko'rsatishlaringlarni iltimos qilamiz. Inshaalloh sizlarning yordaminglar bilan Xudo xolasa mana shu mablag'i yig'ilsa, Sobitxon ukamizni jo'natayotganimizni ham albatta syomkaga olib jo'natamiz sizlarga. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Parvardigor qilayotgan ishlarimiz xayrli bo'lsin. Salomat bo'ling.